$78,000 ga yana sergilidan arzonchi variantlarimiz chiqyapti, okalar. 1.3 sotuga tushgan 3 xona 4 xonali uylarimiz bor. 4 xonaligi 78,000, yonida 3 xonaligi bor, $73,000 so'ralyapti. Pishgan qishdan ko'tarilgan, tupik ko'cha joylashgan, svet suv gazdan muammo yo'q. Hamma kommunikatsiyalar bor bo'lgan. Mana shu xonadonni ko'ramiz. Hovlisiga mashina qo'ysak bo'ladi. Oldiga katta panoramli romlar qo'yilgan. Bitta xonaning tegi yer to'la bo'ladi, uy kotyorlar yer to'la qo'yilgan, bitta konturli kotyorlarda siydi. Hovlisiga mana ko'ringlar, mashina bemalol kiradi. Bismillah deb uy ichini ham ko'rib chiqamiz. Yaxshi sifatli qilib remontdan chiqarishgan. Koridor orqali xonaga kirib boramiz. Kirishimizga o'ng qo'limizda oshxona, kuxni mebelni qo'yilgan ekan. Katta oldiga panorama romlar o'rnatilgan. Oshxona o'rnida zal, 15 kishiga mo'ljallangan zal. Lustralarni balki ilib bersa kerak. O'zingizda yana egasi bilan gaplashib ko'rasizlar. Zalda yonida bo'lsa, spalni. Ichida sanuzul xonasi ham bor ekan, отдельный. Havo aylanishi bu tarafda eshik qoldirilgan. Детский xona bitta. И xonamiz yonida umumiy sanuzul xona. Chap tarafimizda oxirgi yotoqxonani ko'ramiz. Okalar $78,000 so'rashyapti, 73,000 ga bor. Bemalol aloqaga chiqib egasi bilan barakasini qilsanglar bo'ladi.